Ronya bağasıra əsəbiliş tutamdı qanda. Yaqın e'lon qilingan Ronyaniki Chabaling Pro Max degan telefonuniki batareyaning sig'imi 11.000 milliy ampere deb e'lon qilindi do'stlar. Buni biz Ronya telefon demay Ronya Chundianbao deb atsak to'g'ri bo'lganda qiladi. 6-ayning 22 kuni sitishni boshlaydi. Bu telefondagi batareyaning sig'imi hozirgi telefonlarning orasida eng yuqori misolida Power 2 batareya sig'imi 8000 10.000 mushu hozirgi telefonlar orasida batareyaning sig'imi jihatda eng ustunlikni egallab kelgan. Bu qitimma e'lon qilgan 11000 sig'imlik batareya bilan barliq telefonning oldiga o'tib ketdi. Yo'g'on sig'imdagi batareya bizning kunlik turmushimizda 2 kundan 3 kungacha normal ishlatishimizga yetadi. Batareyaga alohida talabim bordi. Batareya sig'imi cho'ng bo'lib turadigan do'stlar qolsa, bu telefonni ikkilamay tanlasanglar bo'ladi. Bu telefonning biz tafsiliy ahvolini tushunib baqili. Telefonning sirtqi ko'rinishini qarasak, oldingi avlod Chachiling Pro deganlar bilan cho'ng farq qilmaydi. Huawei'niki Mate 80 Pro Max degan 7000 ko'ylak telefon bilan sirtqi ko'rinish jihatda asosan o'xshib qoladi. Oq kamera 50 million piksel, oldi kamerasi 8 million piksel. Old taraf qaragan bo'lsak, ekrani 6.8 so'nglik tuz ekran hisoblangan. Ekranninki qattiq darajasi oldingi avlod Chaoling deganlarga o'xshash qattiq darajasi yuqori bo'lgan. Yaga assaqmi oldirab chiqilib ketmaydi. Lekin endi chiqilmayotganda yaga qattiqroq assangiz yoki qattiq temir degandek narsalar bilan so'qalsa chiqilishi mumkin. Lekin qattiq darajasi alohida yuqori oldirab chiqilmaydi. Endi bu telefonninki ekrani 1.5 klik OLED 120 Hz'lik Gauching ekran hisoblangan. Ekranning aniq darajasi 10.000 nitga yetkazilgan. Oldidan ekran barmoq tanıydı. Gauching Xiaolong'ninki eng tuvan darajalik Liuji S5 avlod markaziy bir taraf hisoblangan. Agarda telefonniki mush markaziy bir taraf bo'lishga talabi yuqoriroq do'stlar qolsa, meni o'ylash biroq sizlarga tavsiya qilaman. Bu endi mushu Xiaolong cho'lichiniki eng tuvan darajalik cho'lichi hisoblanadi. Onundan boshqa bu telefonga IP67, 68, 69 degandek bir qator suvni saqlash sistemasi qo'llanilgan. Qo'sh yangratqu, qo'sh GPS degandek NFC degandek mushna ixtiyorlarning hammasi to'liq hisoblangan. Musha VM mangadigan, Meetup mangadigan yoki to'r taksi saylaydigan do'stlarimizga alohida mas'ullar, chunki buningki birinchidan batareyaning sig'imi cho'ng, ikkinchidan qo'sh GPS iqtidori va 90 wattlik qo'ycho'ng qo'llaydi. Endi bu telefonningki bahasiga kelsak, bahani o'rgantirib e'lon qilmadi. Mushu bildigan do'stlarimiz olib qolsa, faraz qilib baqsanglar, necha pul ba'di e'lon qilinsa muvofiq bo'lar, inkas rayoniga qoldirib qo'yinglar.